Salom do'stlar, telefon haqida kanalga xush kelibsiz. Bugun O'zbekistondagi PUBG Mobile ishqibozlari uchun eng dolzarb savolga javob topamiz. Hamyonbop narxga, ya'ni 3 million so'mgacha bo'lgan telefonda PUBG ni g'ijimsiz 60 FPS o'ynash mumkinmi? Agar siz xaritalarda harakat qilganingizda, dushman bilan yuzma-yuz kelganingizda kadrlar tushib ketishdan charchagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Biz bugungi videoda arzon bo'lishiga qaramay, Ravon va ekstremal grafik sozlamalarini barqaror ushlab turadigan 5 ta smartfonni ko'rib chiqamiz. Bu telefonlar eng yaxshi protsessor, batareya va termal boshqaruv balansiga ega. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki yakunda kutilmagan bonusni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Qani boshladik. Avvalo, nima uchun bizga 60 FPS muhim? Bu tezkor reaksiyalar, dushman harakatini aniq ko'rish va albatta ko'proq g'alaba degani. Bizning tanlov mezonlarimiz oddiy. Ya'ni u telefon 60 FPS barqarorligini qo'llab-quvvatlash kerak, 3 million so'mgacha bo'lishi kerak va samarali sovutishga ham ega bo'lishi kerak. Ro'yxatimizni eng byudjetli, ammo kuchli variant bilan boshlaymiz. Xiaomi Redmi Note 12 4G. Narx borasida deyarli raqibsiz. Uning asosiy kuchi bu Snapdragon 685 protsessordir. To'g'ri, bu flagman chip emas, lekin PUBG Mobile'da 50-60 FPS oralig'ini juda yaxshi ushlab turadi. Eng muhimi, 4G versiyasining narxi aytilgan budjetdan ancha past. Agar siz asosan Ravon rejimida o'ynasangiz va pulingiz chegaralangan bo'lsa, Redmi Note 12 4G bilan 5000 mAh ga ega batareya va juda chiroyli AMOLED ekranga ega bo'lasiz. Bu ekranning tezligi 120 Hz bo'lsa-da, o'yinda 60 FPS ni olasiz. Ammo ranglar yorqinligi bilan tajribangizni yanada yaxshilaydi. Bu o'yinni boshlash uchun ideal va eng arzon variant hisoblanadi. Ro'yxatimizning o'rtasidagi oltin o'rtalik vakili Poco M5s. Poco har doim pulga yarasha eng yaxshi qiymatni beradi. Poco M5s aynan shunday. Uning ichida MediaTek Helio G95 protsessor joylashgan bo'lib, bu chip PUBG da barqaror 60 FPS berish uchun juda yaxshi variantdir. Redmi Note 12 4G dan farqli o'laroq, Poco M5s og'irroq vaziyatlarda ham kadr tushishiga kamroq moyildir. Helio G95 va 640 dyumli AMOLED ekran kombinatsiyasi sizga PUBG da silliq harakatlanish va yorqin ranglarni taqdim etadi. Bundan tashqari, uning sovutish tizimi ham byudjet segmenti uchun ancha yaxshi. Bu esa uzoq sessiyalarda qizib ketish muammosini kamaytiradi. Keyingi telefonimiz esa Realme 10. Realme brendi ham gamerlar uchun qiziqarli takliflar beradi. Realme 10 ning asosiy ustunligi bu uning MediaTek Dimensity G99 protsessoriga ega ekanligidir. Dimensity G99 byudjet o'rta segmentida energiya samaradorligini va quvvat bo'yicha eng kuchli chiplardan biri hisoblanadi. Realme 10 bilan siz deyarli 99% holatlarda PUBG Mobile'da Ravon va ekstremal rejimda barqaror 60 FPS ni olasiz. Uning 5000 mAh ga ega batareyasi va samarali G99 chipi tufayli batareya quvvati ham uzoqqa yetadi. Narxi yuqoriroqdagi byudjetga to'g'ri keladi, ammo ishlash sifati tufayli har bir so'mga arziydi. 4-chi telefonimiz esa Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Bu ro'yxatdagi eng kuchli variantlardan biri. Redmi Note 11 Pro Plus 5G ekvivalenti Redmi Note 12 Pro 5G. MediaTek Dimensity 920 protsessoriga ega. Bu chip sizga nafaqat PUBG Mobile'da 60 FPS o'ynash imkoniyatini, balki bu FPS-ni deyarli hech qachon tushirmasligini ta'minlaydi. Bu modelning o'yin uchun yana bir muhim afzalligi bu tez zaryadlash texnologiyasidir. Agar sizning telefoningiz zaryadi tugasa, uni qisqa tanaffusda to'liq quvvatlab olishni istasangiz, bu telefon siz uchun. Agar imkon bo'lsa, 8 GB RAM versiyasini tanlang. Bu fon jarayonlari tufayli kechikib chiqadigan qo'tishlarni to'liq oldini ola oladi. Keyingi smartfon Samsung Galaxy M34 5G. Aytishim mumkinki, bu byudjet narxidagi batareya monster. Garchi Samsung telefonlari narx-quvvat nisbatida boshqa Xitoy brendlaridan biroz qimmatroq bo'lsa ham, Galaxy M34 5G dagi 6000 mAh batareya ajoyib afzallik beradi. U Exynos 1280 chipida ishlaydi. U PUBG da 60 FPS ni osonlikcha qo'llab-quvvatlaydi. Samsungning AMOLED ekranlari esa doimo raqiblaridan ustun bo'lib kelgan. Agar siz chindan ham kun bo'yi zaryadlash haqida o'ylamay o'ynashni xohlasangiz, Galaxy M34 5G bu ro'yxatdagi eng chidamli tanlovdir. Xullas do'stlar, ko'rib turganingizdek arzon narxdagi PUBG Mobile'ni 60 FPS o'ynash
mutlaqo mumkin. Qaysi telefonlar sizga ko'proq ma'qul keldi? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va albatta bonusni unutmaymiz. Eng arzon 90 FPS li telefon. Va'da qilingan bonus. Agar siz PUBG Mobile'da 90 FPS ni sinab ko'rishni istasangiz, byudjetimizni ozgina oshirib yoki ishlatilgan telefon bozoriga murojaat qilgan holda Poco F3 telefonni qidirib ko'ring. Uning Snapdragon 870 protsessori hatto bugungi kunda ham ko'pchilik flagmanlar bilan bemalol raqobatlasha oladi va sizga haqiqiy 90 FPS o'yin tajribasini bera oladi. Bunday qilib bizning bugungi top 5 taligimiz shu edi. Siz bugungi telefonlardan birontasini ishlatganmisiz? Tajribangizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda qanday mavzularni yoritishimizni istaysiz? Obuna bo'lishni, like bosishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.